Assalomu alaykum onajon. Va alaykum assalom. Duo qiling. Ishga kirish uchun suhbatga kirib ketyapman. Doim duodaman bola. Onajon, odam xijolat qilib, yana menga pul tashib yoribsiz, ha? Kam ko'stingi ishlat. Buvingdan ham xabar olibki. Xo'p bo'ladi onajon. Tezpay ilovasi orqali kommunal to'lovlarini ham to'lab qo'ydim. Hozircha shu ham yordam bolam. Yaxshi ham shu ilova bor. Doim mushkulim oson qiladi. Xudo xolasa katta odam bo'lib ketsa qaytararsan. Hozir esdan chiqarmagin. Rahmat sizga. Ishingiz boshingizda qolsin. Boshqa ish topaman. Husniddinov, sizni navbatingiz. Oliy ma'lumotli ekansiz. Bu yaxshi. O'zi ishlashdan maqsadingiz nima? Bizga kelajakda ishlay oladigan, jamoa bilan uzoq yillar birga bo'ladigan xodim kerak. Siz bunga tayyormisiz? Tayyorman. Hamma boshida shunaqa deydi yigitcha. Lekin ozgina qiyinchilik bo'lgandan keyin darrov bo'sh yemanga tushib qolishadi. Lekin Siz ham o'shalardan bittasisiz. Ochig'i, men sizga ishonmadim. Doim duodaman bolam. Hozir yoshligi ham hayronsan. Hammasi bir xil. opa bilasizmi? Meni onam 10 yildan beri musofir. Meni kelajagim uchun ishlab yuribdilar. Bitiruv kechamda ham, diplom olganimda ham, musobaqalarda yutganimda ham onam yonimda bo'lmagan. Endi savolimga javob beringchi. Men qiyinchilikdan qo'rqadigan odamga o'xshaymanmi? Meni maqsadim bitta. Onam boshqa ishlamasinlar. Uydan ishga ketayotganimda duo qilsalar bo'ldi. Yonimda bo'lsalar bo'ldi. Onamni juda ham sog'inganman. Menimcha bundan ortiq maqsad bo'lmasa kerak. Meni ishga olasizmi, yo'qmi? Ertaga javobingizni kutaman. Men ishlashga tayyorman.